Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Namangandan akalarimiz kelishdi. Ishlarni qilib berdik mana. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammani kirib kelayotgan Qurbon hayitini muborak bo'lsin. O YouTube kanalidan kuzatib borardik akamizni. Mana qo'l mehnatlarini, qilgan ishlarini mana Alloh nasib qilib shu bugun o'sha 150 kilometr uzoqlikdan keldik. Lekin kelgan yo'limizga chiqmadik. Qilgan ishlarni ko'rdik, sinab ko'rdik bu materiallarni. Ishlarimiz aka. Ha, ishlaringiz zo'r, xudo xolasa. Mana ishlarimizdan qilib berdik, mana bolta. Ularni oldik, mana ular ketadi. Xudo xolasa Qurbon hayitida xalqimizga xizmat qiladi. Hop. Bu mana qarab turasiz-a? Bu Namangan viloyati Chortoq tumani Muchum yuksalishga ketadi. O yuksalishdagilarga alangali salom hammaniga. Mana shular xizmatingizda bo'ladi. Hop. Bu naborlar bor ekan. Kelishingni tavsiya qilaman. Mana zamonaviy pichoqlarimiz ham hamma tomonga talabga javob beradigan pichoqlarimiz bor. Instrumentlar bor ekan. Prosta qoyil bu qilingan ishlarga mana. Materialga gap yo'q. Aka mana shu qo'llarim bilan mana. Mana shu qo'l mehnatlarini ko'rib keldik. U o'rtaga boshqa odam aralashgan yolg'on gap yo'q. Aka, mehnatingizga rozi bo'ling. Roziman aka. Alloh rozi bo'lsin. bersin. Yaxshi kunlarga xizmat qiling. Salomat bo'ling. Sizlarga ham tavsiya qilaman kelib, kimga shunaqangi pichoqlar, assortiment bunday changaylar kerak bo'lsa, mana shogirdim bilan keldik. Xudo xolasa xalq xizmatida Alloh nasib qilsa bardavom bo'lish nasib bo'lsin hammamizga. Salomat bo'laylik.